Nega bozorda savdolashish mumkin, supermarketda esa yo'q? Bu savolning javobi narx qanday shakllanishi bilan bog'liq. Bozorda narx talab va taklifga qarab joyida belgilanadi. Sotuvchi bugun qancha xaridor borligini, mahsuloti qancha qolganini va uni sotib yuborish qanchalik muhimligini hisobga oladi. Agar xaridor kam bo'lsa yoki mahsulot tez buzilsa, u narxini tushirib, sotishni tanlaydi. Bu iqtisodiyotda moslashuvchan narx deyiladi. Supermarketda esa narx oldindan hisoblab qo'yiladi. Mahsulot narxiga faqat uning o'zi emas, balki transport, ombor, xodimlar oyligi, soliq va foyda normasi qo'shiladi. Bu narx minglab do'konlarda bir xil bo'lishi kerak. Shu sababli u yerda narx bozordagi vaziyatga qarab emas, xarajatlar va reja asosida belgilanadi. Bu qat'iy narx modeli hisoblanadi. Yana bitta muhim jihat bor. Supermarketlar foydani savdolashishdan emas, katta hajmda sotishdan oladi. Narxni o'zgartirish bu tizimni buzadi. Bozorda savdolashish odatiy hol. Narxlar o'zgarib turadi. Supermarketda esa odamlar narx o'zgarmasligiga ishonib keladi. Sizcha bozordan xarid qilasizmi yoki supermarketdan? Iqtisodga oid foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling.